Adolf Hitler Ikkinchi jahon urushiga nemislarni qanday qilib yetakladi? 1927-yilning 8-noyabrida Adolf Hitler pivo isyonni amalga oshirdi. Isyon natijasi tugadi. Hitler qamoqqa tushdi. Qamoqqa tushishi uni siyosatda obro'sini oshib ketishiga sabab bo'ldi. Qamoqda yurgan kezlarda u bir asar yozdi. Asarning nomi Mein Kampf, ya'ni mening kurashim. Adolf Hitlerning siyosatdagi obro'sini oshishi natijasida u 1932-yilda prezidentlik saylovlariga o'z nomzodini qo'ydi, lekin yutqizib qo'ydi. 33-yilda u Reichskansler bo'ldi. 34-yilda esa u Germaniya prezidentiga aylangandi. Prezidentlik davrida u har bir nikoh qurayotgan oilaga Mein Kampfni sovg'a qildi. Prezidentlik davrida u 5 million nusxada Mein Kampfni bosmadan chiqardi va nemis xalqiga sovg'a qildi. Asarda nemis xalqining o'sha oliy irqligi, u qolgan xalqlar hammasi nemislarga bo'ysunishi haqidagi da'volar iddao qilingandi. Asarni o'qigan xalq Gitler orqasidan ergashdi va butun dunyoni nemislarga bo'ysundirishni ular xohladi. Natijada 1939-yilning 1-sentyabrida ular Polshaga hujum qilishdi. Natijada Ikkinchi jahon urushi boshlandi.